Salom aziz bolajonlar. Mana bugun sizlar bilan matematika darsini boshlaymiz. Qani bolajonlar, biz maktabga nima uchun kelamiz? O'qib, bilib olish uchun, odobni o'rganish uchun, yaxshi inson bo'lish uchun biz maktabga kelamiz. Juda ham yaxshi bolajonlar, biz maktabga o'qib bilim olish uchun kelar ekanmiz. Demak, bugungi matematika darsimizda 1dan 10gacha bo'lgan sonlar bilan tanishamiz va ularga oid misol masalalar ishlaymiz. Qaranglar bolajon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barakalla. 0 sanadan 10 sonigacha to'g'ri sanadik. Endi esa teskari sanaymiz bolajonlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Barakalla bolajonlar. 0 deganimiz yo'q degan ma'noni bildiradi, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda sanoq sonlarga 1dan 10gacha sonlar kirar ekan. Bolajonlar, endi sizlarga ana bunday misol beraman. Qaranglar, bu rasmda, birinchi rasmimizda nimaning rasmi turibdi? Mashinaning rasmi turibdi. Bu yerda mashina nechta? 1. Demak, qancha soniga tegishli? 1 soniga tegishli. Shuning uchun qalin bilan 1 soniga olib borgan. Keyingi rasmimizda bu nima? Archa nechta ekan? 1, 2, 3. Nechta ekan? 3 ta ekan bolajonlar. Demak, qaysi songa tegishli? 3 soniga mana bunday qilib qisqiqcha bilan olib boramiz. Qani kim chiqadi? Kel Umar. Chaqan nima deymiz? Mana bu yerdan 3 soniga olib boramiz. Bo'ying yetadi? Barakalla. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, bu nimaning rasmi? To'g'rimi? Chashki. Bu yerda nechta ekan sanaymiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta. Nima qancha soniga tegishli? 5 soniga tegishli kazib. Mana bu yerdan 5 soniga olamiz. Juda ham yaxshi. O'tiramiz. Keyingi rasmda nimani ko'ryapsiz? Uycha. Nechta uy? 2 ta uy. To'g'rimi? Juda ham yaxshi. Qancha soniga tegishli? 2. Rost Muhammad. Uycha. Necha soniga tegishli ekan? 2 soniga tegishli. Juda yaxshi. Keyingi rasmda nimani ko'ryapsiz? Bu nima? Non nechta ekan sanaymiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qaysi soniga tegishli? 6 soniga tegishli. Kela o'rgatsin. Nonni olib 6 soni qani? Tegishli qilamiz. Malades. Juda ham yaxshi, barakalla. Keyingi rasmda nimaning rasmi turibdi? Qani qaraymiz. Bu nima? Soyabon. To'g'rimi? Soyabon. Nechta ekan? 4 ta ekan. Juda ham yaxshi. Qaysi soniga tegishli? 4 soniga kim chiqadi? Asal. Juda ham yaxshi. Keyingi rasmda nimani ko'ryapsiz?
Keyingisi kim chiqadi? Boshqa qizlarimiz, bolalarimiz yo'qmi? Mana. Shukur. Tez-tez. Bu yerda qor parchalari nechta ekan sana chiqadi? Qancha soniga tegishli? 9 barakalla. Judayam yaxshi. Oxirgisiga kim chiqadi? Muslim. Judayam yaxshi. Bolajonlar, barakalla. Bu topshiriqni judayam a'lo darajada bajardingiz. Sonlar haqida umumiy tushunchani bilib oldikmi? Judayam yaxshi. Endi sizlarga topshiriq beraman. Mana bu yerda kapalak turibdi. Kapalak nimaga yetish kerak? Gulga yetish kerak, lekin yeta olmayapti. Nega? Chunki o'rtada tushirib qoldirilgan sonlar bor. Demak, birdan keyin necha sonni tushirib qoldirilgan? 2 sonni tushirib qoldirilgan. Keyingisida 3, keyingisida necha sonni qoldirilgan? 4. Mana shularni chiroyli qilib yozib chiqamiz. Xo'pmi? Qani Azamat? Barakalla bolajonlar, mana Azamat juda ham to'g'ri ishlatdi misolni. Mana bu topshiriqni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 barcha sonlar yozilganmi? Barakalla. Juda ham yaxshi. Apoy bo'ladimi? Apoy bo'ladimi? Masalan, to'g'ri. Yozgan, juda ham yaxshi. Judayam to'g'ri. Bolajonlar, yonimizda turaversin. Qani o'rnimizdan turamiz. Dam olish daqiqasini o'tkazamiz. Qani o'rnimizdan turamiz. Chiroyli bo'lib turib olamiz. Qani Umar? Umar o'rningizda. Judayam yaxshi. O'tiramiz bolajonlar. Judayam yaxshi bolajonlar. Dam olib oldikmi? Judayam yaxshi. Keyingi topshiriqimiz bolajonlar sizlar bilan mana bunday topshiriq berilgan. Mana bu yerda yuk mashinalari bor.
birinchi yuk mashinasida qancha sonlar turibdi? 7, 8, 9. Demak 8 soniga qo'shni sonlar 7 va 9. Keyingi mashinamizda 5 soni. 5 son. 5 soniga qo'shni sonlar. 5 sondan oldingi qanday son turadi? 4, 5. Bundan keyin qancha soni? 6. Barakalla. Shunday qilib, chiroyli qilib yozib chiqamiz qo'shni sonlarni. Shoshmasdan o'ylanib ishlaymiz, bolajonlar. Barakalla. Qani o'ylamasdan ishlaylik shoshamiz, barakalla. Barakalla, mana 6 to'g'ri, 8, 9, 10. Endi keyingisini ishlaymiz. Qancha? 5. Barakalla, juda ham yaxshi azamat. Qani? Qancha son qo'yib? 4. 5. Qani kim bo'ldi? Azamat. Juda ham yaxshi. Azamatlar hamma sonlarni to'g'ri yozgan. 4, 5, 6, 7 sonidan qo'shilsa 6 va 8, 9 sonidan qo'shilsa 8 va 10. Barakalla, juda ham yaxshi azamat. Azamat 5, juda ham yaxshi. Qani qolganlarimiz ham bo'ldikmi? Barakalla, mana Zilola juda ham chiroyli va to'g'ri yozibdi. Barakalla. Zilolaga ham barakalla. Juda ham yaxshi. Mana yaxshi o'qigan qatnashgan o'quvchilarimizni mana bunday smaylikchalar bilan baholaymiz. Barakalla. Mana bizning ham juda ham to'g'ri bajardi. Hamma sonlar to'g'ri joyda yozildi. Jasur. Qani? Davlat. Qani kim bo'ldi? Chaqirishga bo'ldimi? Qani juda ham yaxshi chaqirish ham ishlab bo'ldi. 5 juda ham yaxshi. Shukur. Barakalla. Juda ham yaxshi bolajonlar. Bolajonlar, dars sizlarga tushunarli bo'ldimi? Qani qalamni o'rniga qo'yamiz. Hammamiz to'xtab o'tiramiz. Qani qaraymiz. Bolajonlar, mana bu topshiriqni ham juda ham a'lo darajada to'g'ri bajardingizlar. Hamma topshiriqlarni to'g'ri bajardingiz. Sizlarga hammangizga a'lo baho. Dars hammaga tushunarli bo'ldimi?
Birdan 10gacha sonlarni bilib oldikmi? Ha, juda ham yaxshi. Bolajonlar, dars yoqqan bo'lsa, mana bunday barmoqlarimizni ko'rsatamiz. Agar yoqmagan tushunarsiz bo'lsa, mana bunday qilamiz. Agar umuman yoqmagan bo'lsa, barmoqimizni mana bunday qilib ko'rsatamiz. Tushunarlimi? Ha, dars sizlarga yoqdimi? Barakalla, juda ham yaxshi bolajonlar.